Dasturimiz davom etadi. Zominda axborot texnologiyalari bo'yicha markaz faoliyat boshladi. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi raqamli ta'limni rivojlantirish markazining mazkur loyihasi 1 yilda 2000 yoshga axborot texnologiyalari va xorijiy tillardan bepul ta'lim berish imkonini taqdim etadi. Mazkur yoshlar axborot texnologiyalari markazi mamlakatimizdagi 10-chi IT shaharcha hisoblanadi va loyiha doirasida mamlakatimizning 13 ta hududida 15 ta mana shunday IT shaharchalar tashkil etish nazarda tutilgan va bu yerda bir vaqtning o'zida 105 nafar o'quvchiga axborot texnologiyalari va xorijiy tillar bo'yicha ta'lim beriladi va ta'lim jarayonlari mutlaqo bepul. Bu maskanda nafaqat dasturlash yoki IT asoslari, balki kreativ iqtisodiyot, startap madaniyati, frilanserlik, sun'iy intellekt, game dev kabi istiqbolli yo'nalishlar ham o'rgatiladi. Tantanali ochilish marosimida hudud yoshlarining axborot texnologiyalari sohasida erishgan xalqaro natijalari e'tirof etildi. Markazni tashkil etish maqsadi va istiqboli haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, bir guruh dasturchi hudud yoshlari raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan taqdirlandi. Shundan so'ng ramziy lentalar kesilib, yoshlar, hudud faollari, nuroniylar faoliyat boshlagan IT shaharcha imkoniyatlar bilan tanishdilar. Majmuaning umumiy konsepsiyasi shundan iboratki, birinchi qavatda to'liq ta'limga oid dastur yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi, uchinchi qavatlarimizda esa IT parkning rezidentlari, ya'ni IT korxonalarimiz joylashadi. Bu yerda ta'lim olgan yoshlarimiz bir vaqtning o'zida ham bilimli, ham ishli bo'lib qolishadi. Bu yerda katta bir loyihani ham ishga tushirdik. Koreyaning Hankom IT akademiyasi bilan hamkorlikda bugungi kunda yoshlarimizni o'sha koreys tilidan ham bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda koreys tilida IT to'garaklarini yo'lga qo'yish dasturi ham kelgusida reja qilingan. Markazda o'quv xonalari bilan birga kutubxona, shaxmat xonalari, workout maydonchalari hamda coworking zonalari ham tashkil etilgan. Bu esa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi, ijodiy g'oyalar ustida ishlashi va erkin muhitda rivojlanishiga xizmat qiladi. Zominda o'quvchilarimiz bu yo'nalishga qiziqishi juda ham katta. Turli xil loyihalar ustida ish olib boryapmiz. Issiqxona yoki uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar bo'yicha Turkiyaning Antaliya shahridagi xalqaro robototexnika olimpiadasiga borib qatnashdik va u yerda o'quvchilarimiz yo'nalishlar bo'yicha ikkita birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin, bitta uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritib kelishdi va bu yilgi xalqaro Vro olimpiadasi uchun o'tkazilgan olimpiadada respublikada 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Men 1 yildan beri robot texnika yo'nalishida shug'ullanib kelyapman. 2025-2026 yil bo'lgan Robot Coding olimpiadasining viloyat bosqichida 1-o'rinni olib, respublika bosqichiga yo'llanma oldik. Zominda tashkil etilgan bu innovatsion maskan hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va O'zbekistonni global raqamli maydonda yanada kuchli davlatga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.